oddiy fikr Dadaxon Yoqubov, Toshkent, G'ofur G'ulom park nimasi yonida, metro bekati va Abdulla Qodiriy nomidagi bog', san'atkorlar bog'i qadimiy. Pushkin bog'i, Pushkin parki deyilardi Sovet davlati paytida. Hozir taniqli jurnalist Sharobiddin To'laganov bilan bir nazar tashlaymiz. Dadaxon aka shunday buyoqqa keling. Qani, Mana bizlarni qishloqda otini bilmayman nimaligini nasvay o't deyardik biz ham olardik-da, o'zimizcha nasvay chaqib yurardik-da. Endi qishloqda mana vaqtimiz qarang, Toshkentning markazidagi bog'da mana shunaqa o'tlar o'sib, mana yoshligimni esladim. Bo'lmasa qayerda? hozir bu yerda siz bilan uchrashib qoldik. Sharobiddin bilan. Nariroqda esa xuddi azal bilan munosabat ko'rsatib o'tdi. Voy ehtiyot bo'ling. Operatorimiz ehtiyot bo'ling. Qarang ha, ehtiyot bo'ling. O'zim ehtiyot bo'ling. Men endi sizga yaqin yurishimiz sababi ovozimiz tinchroq chiqsin deyapman-da. Qarang, shunday bebaho bog' Toshkentning yuragida qachon ta'mirlash tugaladi? 30 yilda ham ta'mirlash tugallanmadi-ku. Bu nima degan gap? Aytavering quvonchlar va tashvishlari. Ha shu 30 yildan keyin qaytadan hayot quvonchlari tashlari tirilyapti. Mana ko'ring. Mana Endi isboti bilan deng, o'sha oling Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istiqbolat bog'i. Bu kirish darvozasi. bu bino qanaqa bino? Mancha mehmonxonalar tarmog'i qurilayotgan ekan, 3-bino. Mehmonxonalar tarmog'i. Keling mana. Shu yerdan Abdulla Qodiriy nomli parkka kiriladi. Hozircha mana sparkalab tashlashgan hayvonlar. Ochilishini kutamiz. Dadaxon aka. Yo'q, siz mana bu yoqda Xo'ja Nasriddinning haykalini ko'rib qoldingiz. Uzarli. O'la Xo'ja Nasriddin. Eshakka Bechora uyalganidan hashaydi chekilib ketyapti. Men hozir suratga olayotganda operatorimizdan, tasvirchimizdan iltimos qilaman. Tarkovskiy filmlarini bilasizmi? Kimsasiz sayyoralar, haligi odam yashab o'tib ketgan sayyoralarni ba'zan ko'rsatib qoladi. Xuddi o'shanga o'xshab ketdi, qarang. Shunaqa ham bo'ladimi? Endi to'g'ri, tanqid qilamiz. Lekin bunday narsalarga xalqning ko'ziga yaqin turadigan, xalqning qalbiga, umuman istirohatiga yaqin turadigan narsalarga men nazarimda birinchi navbatda e'tibor berish kerak. Nima deysiz? Albatta. Endi xudo xolasa mana Islom sivilizatsiya markazi qurilyapti. Agar ishga tushadigan bo'lsa, bu joylar ham obod bo'ladi degan umiddaman. E'tibor bersa kerak. Endi bog'larimiz, daraxtlarimiz qolarmikan? Kutmoq va umid qilmoq kerak deyiladi. Grafa Monte Cristo asarining oxirgi so'zlari. Shu kutamiz va umid qilamiz. Demak, Toshkent oddiy fikr. Oddiy fikrda shuncha muammo. Ko'rishguncha.